Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, qadrdon kuzatuvchilar, TOFM eshiklarni kanal kuzatuvchilari. Navbatdagi eshiklarimiz sifatli holatda o'rnatib berdik. O'rnatgan joyimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga bo'ldi. Ikkita eshik, ikkita rom o'rnatildi, ikkita ikki qanotli eshik, ikkita ikki qanotli rom o'rnatildi, oynalargacha bo'ldi. Bu eshiklarimiz tepadagi karonalar bilan bo'ldi. Eshiklarimizni yaxshi tomonlaridan faqat buyurtmaga zakazli eshiklar qilamiz. Bizda arzonlari vaqtinchalik eshiklar yo'q. 500 ming, 800 ming eshiklar yo'q akalar. Eshiklarimiz 2 million atrofida bo'ladi, sifatlisidan bo'ladi, ancha erishiladigan bo'ladi akalar. Zamogimiz o'z 100 mingdan yonverdagi zamoglar rezinkalari bilan yaxshi yumshoq rezinkalar qo'yilgan. 5 shimni ochilib yopiladigan holatda bo'ladi. Eng qizig'i bular akalar Vodiy, Toshkent bo'ylab, Toshkent tumanlari bo'ylab yetkazish, o'rnatish bor. Faqat mana shu 4 tadan boshlab yetkazish, o'rnatish ichida bo'ladi. Vaholatlarga dastavkalarimiz ham bor akalar. Xo'p, eshiklarimizda har xil rangidan bo'ladi. Xohlagan rangda tayyorlab beramiz. Ichlari sasna reykalar bo'lgan, karkazlari nimaga ketib qolsa, ochib ichidan ko'rsatib beraveramiz. Realniy, bunaqa bo'sh emas, ichi mana ovozdan ham ma'lum. Ichi ham 70% to'la holatda bo'ladi. Bu sifatli MDF eshiklar akalar. O'zimiz tayyorlab, o'zimiz o'rnatib beramiz. Birovdan sotib olib, nima deydi? Ustidan foydalanib o'rnatib bermaymiz, o'zimiz tayyorlab beramiz. Shuning uchun bemalol o'z tajribamizdan kelib chiqib garantiyalarni beryapmiz. Xo'p, 94 kod bilan 449 4049 raqamda Telegram, WhatsApp, imo ishlab turibdi. Bemalol uzoq yaqindagi akalarimiz ko'rishib murojaat qilishlari mumkin. Bittadan like bosib, zarur odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Kuzatishda davom etasizlar akalar. Sog' bo'linglar.